Abduqodir Husanov Chelsiga qarshi finalda qanday baholandi? O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov Manchester City safida navbatdagi muhim sovringa ega chiqdi. Angliya Kubogi finalida Josep Guardiola shogirdlari Londonning afsonaviy Wembley stadionida Chelsi'ni 1-0 hisobda mag'lub etib, mavsumni yana bir titul bilan bezadi. 83 mingdan ziyod muxlis kuzatgan final bahsi Manchester City uchun oson kechmadi. Chelsea ayniqsa qarshi hujumlarda xavf tug'dirishga harakat qildi, ammo shaharliklar himoya chizig'i, xususan Abduqodir Husanovning ishonchli harakatlari raqibga jiddiy imkoniyat bermadi. Nufuzli cityextra.co.uk sayti ekspertlari finaldan keyin Manchester City futbolchilariga baho berdi. E'tiborlisi, Abduqodir Husanov 7 ball bilan jamoadagi eng yuqori baholangan himoyachilardan biri bo'ldi. Manba uni maydondagi eng kuchli himoyachi sifatida e'tirof etdi. Ekspertlar Husanovning o'yinini alohida ta'kidlab, u har doimgidek o'zining yuqori tezligi, vaziyatni oldindan o'qiy olishi va hujumchilarni ta'qib qilishdagi aqlli harakatlar bilan ajralib turganini qayd etdi. Ayniqsa Joao Pedroga qarshi epizodlarda o'zbekistonlik himoyachi juda sovuqqon va ishonchli ko'rindi. Finaldagi eng yorqin vaziyatlardan biri Chelsea qarshi hujum vaqtida yuz berdi. Joao Pedro golli vaziyatga chiqishi mumkin bo'lgan pallada Husanov ortga katta tezlikda qaytib, xavfli hujumni bartaraf etdi. Aynan shu epizod uning nafaqat jismoniy tayyorgarligi, balki maydonni his qilish qobiliyatining ham yuqori ekanini ko'rsatdi. Abduqodir Husanov uchun bu final alohida ahamiyatga ega bo'ldi. U Manchester City bilan ikkinchi sovrinini qo'lga kiritdi va yana bir bor katta o'yinlarda bosimga tayyor ekanini isbotladi. Angliya Kubogi finali kabi sahnada ishonchli harakat qilish har qanday himoyachi uchun katta sinov. Eng muhimi, Husanov faqat sovrin yutgan futbolchi sifatida emas, balki g'alabaga real hissa qo'shgan himoyachi sifatida e'tirof etildi. Uning tezligi, jasorati va vaziyatni to'g'ri baholay olishi City himoyasi uchun juda muhim bo'ldi. O'zbekistonlik muxlislar uchun bu kecha faxrli bo'ldi, chunki Husanov Wembleyda final o'ynadi, sovrin ko'tardi va nufuzli manba tomonidan yuqori baholandi. Bu endi shunchaki yaxshi o'yin emas. Bu katta futbolda o'z o'rnini mustahkamlash yo'lidagi navbatdagi dadil qadam. Qisqasi City kubokni oldi. Husanov esa yana ishonchni oqladi.